Diqqat tezkor. Prezident muhim qarorni qabul qildi. Endi pensiyalar osharkan videoni pensionerlarga yuborib qo'ying. Shunga o'xshash jimjimador so'zlar bilan boshlanadigan videolarni siz ham ijtimoiy tarmoqlarda uchratdingiz, a? Men ham ko'rdim. Keling, gap nimadaligini tushuntiraman. Pensiya oxirgi marta joriy yilning 1-iyulidan 7% ga oshirilgan edi. 14-iyulda esa Prezident Shavkat Mirziyoyev pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unga ko'ra, pensiya tizimida haqiqatdan ham o'zgarish bo'lishi kutilmoqda, ammo hali rasman qabul qilinmadi. Kutilayotgan o'zgarishlar esa quyidagilar. Oylik ish haqi 7.600.000 so'mgacha bo'lgan fuqaro jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqiga ish haqining 5% ni o'tkazsa, davlat tomonidan qo'shimcha yana 2,5% miqdorda mablag' ajratish ko'zda tutilmoqda. Oylik ish haqi 7.6 million so'mdan yuqori bo'lgan fuqarolarga esa 1% miqdorda mablag' ajratilish taklif etildi. Xabaringiz bo'lsa, amaldagi qonunga ko'ra pensiya oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidagi 5 yillik ish haqidan hisoblanadi. Taklifda esa pensiya hisoblanadigan ish haqi davrini 5 yildan 20 yilgacha uzaytirish hamda past daromad olingan ayrim davrlarni hisobdan chiqarish taklif qilingan. Pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqining yuqori chegarasi hozirgi vaqtda 6 million so'mni tashkil qiladi. Ya'ni siz 6 milliondan ko'p maosh olsangiz ham baribir maoshingiz 6 million holicha hisobga olinadi. 2027-yildan boshlab bu summani 6.6 million so'mga oshirish ko'zda tutilgan. Va eng muhimi, hisob-kitoblarga ko'ra yangi tartib asosida pensiyaga chiqadigan fuqarolarning pensiya miqdori hozirgiga nisbatan 8% ga oshishi mumkin. Yuqorida aytganimdek, bu hali rasman tasdiqlanmadi. Prezident bu taklifni puxta o'rganib, hisob-kitob qilish zarurligini aytdi. Keling, shu o'rinda yoshga doir pensiya qanday hisoblanishini ham ko'rib chiqsak. Yoshga doir pensiya erkaklar 60 yoshga to'lganda va ish staji kamida 25 yil bo'lganda, ayollar 55 yoshga to'lganda va ish staji kamida 20 yil bo'lgan taqdirda tayinlanadi. O'zbekistonda pensiya miqdorini aniqlashda tayanch miqdor muhim ahamiyatga ega. Tayanch miqdorni aniqlashda pensiyaga chiquvchining o'rtacha oylik ish haqining 55% olinadi. O'rtacha oylik ish haqini aniqlashda esa fuqarolarning so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillik ish haqi inobatga olinadi. Agarda ish staji erkaklarda 25 yildan, ayollarda 20 yildan ko'p bo'lsa, har bir ortiqcha yil uchun 1% dan qo'shib boriladi. Masalan, 5 yil ortiqcha ish staji mavjud bo'lsa, o'rtacha oylik ish haqining 5% miqdorida yana qo'shiladi. Agarda fuqaroda turli rag'batlantiruvchi davlat mukofotlari bor bo'lsa, ular ham pensiya miqdorining oshishiga xizmat qiladi. Shu o'rinda sizda savol tug'ilishi mumkin. Yoshim yetib, stajim yetmasa-chi? Ish stajingiz kamida 7 yil bo'lsa, bosh stajga mutanosib miqdorda to'liqsiz yoshga doir pensiya beriladi. Agar 7 yillik staj ham bo'lmasa, sizga yoshga doir nafaqa to'lanadi. Bunda erkaklar 65 yosh, ayollar 60 yosh bo'lishi talab qilinadi.